Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yangi yil mavzusi haqida bo'layotgan silsilaviy darsimizni davom etkazamiz. O'tgan safargi darsimizda yangi yilni nishonlashlik harom ekaniga bo'lgan dalillarni keltirib aytib o'tgan bo'ldik. O'tgan safar aytib o'tganimizdek, qo'limizda turgan yangi yilni nishonlash deb nomlangan mana kitobimizda Al-Ihtifal bi Ra'si sanati baynal lahvi wal va'idi deb nomlangan kitobda, ya'ni mana shu kitobda mana birinchi navbatda Qur'oni Karimdan dalillarni keltirgan. Ikkinchi navbatda hadisdan, uchinchi navbatda ijmo, to'rtinchi navbatda salaf solihlarning so'zlarini keltirgan. Aytdik-ku, har bitta oyatni berib, uni ostiga ulamolarning so'zlarini berib, yana qo'shimcha oyat, yana qo'shimcha hadislarni berib, ya'ni har bitta oyatda alohida mavzuga o'xshatib keltirib chiqqanda, shuning uchun ham aytib o'tdikki, bularning har bittasini gapirib chiqadigan bo'lsak, sal bizni vaqtimizni olib qo'yadi. Vaqtimiz ketib qoladi. Shuning uchun ham iloji boricha mana shu oyatlardan maqsad, mana shu oyatlardan bo'lgan maqsadni bayon qilib va hamda dalil qilib olib kelinayotgan mana bu yangi yilni nishonlash harom ekaniga bo'lgan joyini dalil qilib, zikr qilib aytib o'tib ketamiz. Asosiy bizni o'zi dars qilishdan maqsad mana shu edi. Yangi yilni harom ekanligini, yangi yilni nishonlash harom ekanligini bayon qilish edi. Xullas, mana shu yangi yilni nishonlash harom ekaniga bo'lgan dalillarni mana birma-bir zikr qilinar ekan, albatta boshqa bayramlarda ham siz hayolingizdan qochirmang. Boshqa bayramlar ham mana shuni ichiga kirib ketadi. Jumladan Navro'z bayrami bo'lsin, 8-mart bo'lsin yoki shunga o'xshagan ko'plagan bayramlarki, bularda nomi islomda yo'q bo'lgan bayramlar. Bularda hammasi nimani ichiga kirib ketadi? Mana bu, ya'ni mana shu yangi yilni nishonlash harom deb aytilayotgan dalillarning ostiga kirib ketadi. Demak, biz o'tgan safargi darsimizda 3 ta dalil o'qidik. Imkon qadar bugungi darsimizda yana ham oyatlarni o'qib, tushuntirib aytib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, 4-navbatda Hadid surasining 16-oyatini dalil qilib keltirgan. Hadid surasining 16-oyatida Alloh subhanahu va taolo bizga marhamat qilib aytadi. Alam yani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Iymon keltirgan kishilarga ularning qalblari Allohning zikriga xushu' qilish vaqt kelmadimi? Mana bu oyatda zimnida Alloh taolo siz bilan bizga xitob qilayotgandek. Ey iymon keltirgan odamlar, sizlarning qalblaring Allohning zikriga taslim bo'lish vaqt kelmadimi? Allohning hukmiga taslim bo'lib bo'ysunmaysizlarmi? Mana bu yangi yilni harom ekanligini tashab, va yana xuddi shunga o'xshagan bayramlarda harom ekanligini bir chetga surib, va yana xuddi shunga o'xshagan ba'zi bir harom xarij bo'lgan ishlarni, mana shu narsalarda hammasini bir chekka surib, bo'ldi, Alloh taolaga taslim bo'lish vaqt kelmadimi? Va hamda Alloh nozil qilgan haqqa taslim bo'lish vaqt kelmadimi? Va la yakunu kallazina utul kitab. Ahli kitoblarga o'xshagan bo'lmanglar deydi. Alloh taolo ahli kitoblarga o'xshagan bo'lmanglar, u oldingi ilgarigi ahli kitoblarga o'xshagan bo'lmanglar deyapti. Fatala alayhimul amad, ularga muddat uzun bo'ldi. Ularga muddat uzun bo'ldi. O'tgan safargi darslarda aytdik-ku. Mana bu Bani Isroilga, ahli kitoblarga Alloh taolo ham dinni ham dunyoni ochib tashlagan edi. Dinni ham bergan edi, dunyoni ham bergan edi. Mana shu din va hamda dunyo ne'matida bular burkanib yashadi. Mana shu vaqt ularga uzoq bo'ldi, ularning qalbi qatib qoldi. Demak, siz ham, biz ham agar mana shu Alloh taolo bergan agar ne'mat ustida ko'r-ko'rona yashab yuradigan bo'lsak, qalbimiz qatib qoladi. Allohning zikriga qaytmaydigan bo'lsak, qalbimiz qatib qoladi. Qanday qilib qatadi? Musulmon kishining qalbi qanday qatishi mumkin degan savol berishingiz mumkin. Inson xotirjamlikda, tinchlikda yashaydigan bo'lsa, mana shunday bo'lib qoladi. Aksarimiz holatimiz shunday bo'lib qolmadimi? Sen tinch bo'lsang bo'ldi. Ha, musulmonlar nima bo'lsa bo'laversin. Ha, sen bo'lmasang bo'ldi. Sen kasal bo'lma. Ha, musulmonlar o'lsa o'lib ketaversin. Sen unday bo'lma, sen bunday bo'lma. Faqat sen o'zingni o'yladib, mana shu holatda, ya'ni katta bo'lindi bu avlod. Shu holatda ulg'aydi. Natsist bo'lib katta bo'ldi. Hamma o'zini o'ylaydigan xudbin bo'lib katta bo'ldi. Nima uchun? Chunki tarbiya mana shu holatda, yoshlikdan tarbiya, ota-onaning tarbiyasi, sen hech kimni o'ylama. Sen o'zing sog'lom bo'l. Katta-katta ye, katta-katta ich. Mana shu holatda katta bo'ldi. Mana shu holatda mana avlod katta bo'lyapti. Mana shu holat muddat o'tar ekan, insonlarning qalbi qatib qoladi. Bani Isroilda holati shunday bo'lgan edi. Fatolat alayhimul amad. Muddat ularga uzun bo'ldi, faqasat qulubuhum. Ularning qalbi qatib qoldi.
Va kaseerun minhum fasiqun. Endi ularning ko'pchiligi fosiqdir. Ularning ko'pchiligi fosiq. Xuddi mana shu holat mana bizda paydo bo'ldi. Ya'ni mana shu oyatni tafsir qilib Ibn Kasir rahimahulloh aytadiki, Alloh subhanahu va taolo mu'min bo'lgan kishilarni ahli kitoblarga o'xshashdan qaytaryapti. Ahli kitoblar, ya'ni Yahud nasoralarga o'xshashdan qaytaryapti. Qanaqa ishda bo'lsin, asl ish bo'lsin yoki boshqa fara arzimagan narsalar bo'lsin yoki arziydigan narsa bo'lsin, har qanday ishda ularga o'xshamaslik kerak degan. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadi. Ularga kofirlarga o'xshashdan Alloh taolo tamomiy qaytaryapti degan. Xossatan ularning qalbi qattiq qolgan narsada musulmon bo'lgan kishilar ana shu Yahud nasoro bo'lgan ahli kitoblarga o'xshamaslik kerak. Qalbni qatishi nima deydi? Qalbni qatishi deydi mana Ibn Taymiyya rahimahulloh. Ma'siyatlarni samarasidan deb aytgan. Va qasvatul qulubi min samaratil ma'asi. Qalblarni qatishi ma'siyatlarni samarasidan deb turib aytgan. Demak, bir inson ma'siyatda yurorsa, ma'siyat botqog'ida botib yuraveradigan bo'lsa, ana shu insonning qalbi qattiq qoladi. Mana bu yangi yil qilishingiz bu ma'siyat deb e'tiborga olinadi. Yoki xuddi shunaqa Navro'z qilishingiz, xuddi shunaqa 8-mart, unga o'xshagan 1-aprel deysizmi yoki shunga o'xshagan bayramlar misol uchun, bularning hammasi ma'siyat deb aytiladi. Mana shu ma'siyatda inson ko'r-ko'ronalik bilan ha gunoh bo'lmaydi yoki bo'lsa gunoh bo'lsa ham gunoh bo'lmayotgandir deb turib shuni bir tarafga og'ib yurishlik yoki shunga o'xshagan holatda moyil bo'lib yurishlik, mana bu narsa ma'siyat deb aytiladi. Mana shu ma'siyatning natijasidan bizning qalbimiz qatish kelib chiqadi. Ya'ni qalb qatiydi mana shu ma'siyatning natijasi. Mana shu ma'siyatning natijasidan qalb qatiydi. Demak, mana bu 4-oyat. Endi 5-oyat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Zolim bo'lgan kishilarga suyanmanglar. Zolim bo'lgan kishilarga suyanmanglar. Bo'lmasa sizlarni azob o't ushaydi deydi Alloh taolo. Zolim bo'lgan kishilarga suyanmanglar, bo'lmasa sizlarni o't ushaydi. Zolim bo'lgan kishilar ular kim edi? Kofirlar edi ular. Zolim bo'lgan kishilarga suyanishdan, ana shularga qo'shilishdan qaytaryapti Alloh taolo. Zolim bo'lgan kishilarga suyanmanglar. Ya'ni bu yerda zolim bo'lgan kishilarga qanaqa qilib suyaniladi? Zolim bo'lgan kishilarga suyanib, ularga moyil bo'linadi. Ya'ni suyanib borib, mana qilib suyanib yotib olmaydi inson. Ya'ni balki maqsad nima deb aytiladigan bo'lsa, ana shu zolim bo'lgan insonlarning tarafida bo'lib, zolim bo'lgan insonlarni gapirib, himoya qilib, ularning qilayotgan ishini qilib, masalan, yangi yil qilsa yangi yil qiladi, Navro'z qilsa Navro'z qiladi. Shunga o'xshagan shu kofirlarning qanaqa odatlari, an'analari bo'ladigan bo'lsa, ana shu narsani qiladi. Ana shunday zolim bo'lgan kishilarga suyanmanglar degan. Mana shu oyatdan maqsad shu. Bo'lmasa jahannam o'ti sizlarni tutadi. Va ma lakum minallohi min awliya. Sizlarga Alloh taolo tomonidan hech qanday do'st bo'lmaydi, keyin hech qanday sizlarga yordam ham berilmaydi. Mana shu oyatni tafsir qilib turib, Shayx Sa'diy aytadiki, har qanday zolimga suyanishdan mana bu oyatda ogohlantirish bor. Bu yerdagi suyanishdan maqsad u moyil bo'lish. Ya'ni moyil bo'lish, kofirga moyil bo'lib olish. Ana shu kofir bo'lgan kishiga zulmi bo'lib turib, ana shunga qo'shilib olish. Ya'ni zulm qilyapti musulmonlarga ochiq, ana shunga qo'shilib olishlik. Aytib o'tgan safargi darslarda ana shu ba'zi bir qariyalar o'risini maqtaydi. Ha, o'zimizni o'risdan qo'ymasin dedi. O'lsin bu o'risi. Ana shu o'risini maqtaydi. Mana shu ularga qo'shilishlik deb aytiladi. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu oyatiga kiradi. Zolim bo'lgan kishilarga qiziqmanglar ularga. Umuman himoya ham qilmang, gapirmang ularga. Ular bo'lib turgan zulmga rozi bo'lishlik holati ana shu oyatga tushib qoladi. Mana shu narsani Shayx Sa'diy gapirgan. Demak, bu yerda zolim bo'lgan kishilarga suyanishda, ya'ni ana shularga qiziqishda qattiq va'id bor. Endi zolim bo'lgan kishilarga suyanishda va'id bo'layotgan bo'lsa, ularga qiziqma deb turib aytilayotgan bo'lsa, zolimlarning o'zining holati nima bo'lar ekan? Alloh taolodan zulmdan ofiyat so'rab qolamiz. Zulmdan ofiyat so'rab qolamiz. Ya'ni bu zulm o'zi mavzusi ham juda ham keng mavzu bu. Ko'pchilik zulm mavzusini tushunmaydi. Zulm, oilada zulm yo'q bo'lsa kerak deb turib, oilasiga qancha odamlar zulm qilib yuradi? Yoki qaynana kelinga zulm qiladi. Yoki shunga o'xshagan holatlar ko'p topiladi. Ittaqu zulma degan Rasululloh. Zulmdan qo'rqinglar. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Bitta zulm ertaga qiyomat kunida bir qancha zulm bo'lib ketadi deb turib aytilgan. Bir qancha zulm bo'lib ketadi. Ibn Kasir rahimahulloh yuqoridagi oyatni tafsirida aytadi. Ali ibn Abi Tolibdan keltiradi, Ibn Abbosdan
Mana bu oyatda la tudahinu deb aytgan. Ya'ni bu degani tilyog'lamalik qilmanglar kofirlarga. Va hamda Ibn Jurayj Ibn Abbosdan naql qilib aytgan ekanki, zolim bo'lgan kishilarga suyanib, ularga qiziqib moyil bo'lmanglar. Mana bu so'z haqiqatda chiroyli so'z. Ya'ni bu degani ma'no shuki, zolim bo'lgan kishilardan yordam olmanglar. Go'yo sizlar u zolim bo'lgan kishilarning amallariga rozi bo'lgandek bo'lib qolasizlar bo'lmasa. Demak, yordam olmanglar u kofirlardan. Kofirlardan yordam olib turib, masalan, ba'zi bir musulmon kishilarda hozirgi kunda mana shunday kofirlarga topshirib yuborishlik holatlar bo'lib turadi. Musulmon kishilar shunday kofirlarga topshirib yuborishlik holatlari bo'ladi. Bo'lmasa nima bo'ladi shunaqa qilsa? Fatamassakunnar, natijada sizlarni jahannam o't ushlaydi. Alloh taolo tarafidan sizlarga hech qanday vali avliyo bo'lmaydi va hamda sizlarga yordam berilmaydi. Demak, bu oyat tushunarli. Mana shu oyatdan ham ana shu zolim bo'lgan, kofir bo'lgan kishilarga qiziqmaslik bo'lyapti. Hech narsasiga qiziqmang. Yangi yilmi? Yangi yiliga qiziqmang. Mana shu joy bizga dalil. 6-dalil Moida surasini 48 va 50-oyatlari. Va anihkum baynahum bima anzalalloh va la tattabi ahwaahum wahzarhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalalloh ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridullohu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun. 6-oyatda anihkum baynahum. Alloh taolo Rasul sallallohu alayhi va sallamga buyuryapti. Ey Rasul, siz ularni orasida, insonlarning orasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling. U ahli kitoblarni havoy nafsiga ergashib ketmang. Mana bu oyatga e'tibor beringki, ahli kitoblarni havoy nafsiga suyanmang, ya'ni ergashmang deb aytayapti. Ahli kitoblarni havoy nafsiga ergashmang deb turib Alloh taolo aytayapti. Ya'ni ularni havoy nafsi deb nimani aytayapti? Ya'ni ularning dinini aytgan Alloh taolo. Ularning dini havoy nafs bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki ochiq dalil kelgandan keyin dalilni bir chekka surib turib, o'zlarini dinini ushab, biz yo'q mana shu dinni ushaymiz deyaptimi? Ochiq o'zini havoy nafsini ushayapti degan. Xuddi hozirgi kundagi saroy mullalarida holati ham mana shu. Hozirgi kundagi saroy mullalarida holati ochiq Qur'ondan, ochiq sunnatdan dalilni keltirsangiz, mana shu yangi yil harom ekanligini aytadigan bo'lsangiz, u narsani qilsa bo'laveradi dedi. Yoki masjidning imomlari, o'zimizdagi ana shu masjid imomlari shunday chiqib balandla gapiryapti shu narsani. Nima deyapti shu balandla gapirib? Balandla gapirib aytayotgan narsasi yangi yilda qilinglar deyapti. Qanday shunaqa deydi? Yangi yilda qilinglar deydi. Kofirlarning narsasini qilinglar deydi. Biz ularga aytadigan narsamiz vala tattabi ahva. Mana bu oyatda aytamiz. Yoki yuqorida o'qigan oyatimiz vala tarkanu ilal ladina zalamu. Zolim bo'lgan kishilarga qiziqmanglar. U kofirlar ular, qiziqmanglar ularga. Demak, mana bu oyatda ham ey Rasululloh, siz ularning o'rtasida hukm qiling. Ularning havoy nafsiga ergashmang. Va ulardan ehtiyot bo'ling, ular sizni fitnaga solib qo'ymasin. Alloh taolo sizga nozil qilgan ayrim narsadan sizni yuz o'girtirib tashamasin. Yuz o'girtirib fitnaga tushirib qo'ymasin. Fa in tavallaw, agar ular yuz o'girishadigan bo'lsa, biling ey Rasululloh, Alloh taolo ularga ba'zi ayrim gunohlari sababli, ayrim gunohlari tufayli ularga Alloh musibat berishni xohlaydi. Ana shu kofir bo'lgan kishilarga Alloh musibat berib qo'yadi ayrim gunohlari tufayli. Zero insonlardan aksari fosiqdir dedi Alloh taolo. Ey mu'minlar, sizlar johiliyat hukmini xohlayapsizlarmi? Johiliyat hukmi kerakmi sizlarga? Shu demokratiya hukm kerakmi? Liberalizm kerakmi? Nima kerak o'zi? Shariat, islom dini kerak emasmi? Endi aytishingiz mumkin, ha, islom qayerda bor ekan? Biron bir davlatingda hozir islom yo'q. Islom deysan, qani isloming deb turib aytish mumkin. Alloh subhanahu va taolo sizni o'zingizga buyuryapti. Sen o'zi davlatga qarama. Afa hukmal jahiliyyati yabghun, sen johiliyat hukmini xohlaysanmi? Shu kofirning hukmini xohlaysanmi? Shu kerakmi senga? Va man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun. Iymoni bor, mustahkam iymoni bor bo'lgan insonga, mana shunday qavmga Allohning so'zi juda ham go'zal. Demak, seni iymoning sus. Mana shu narsani biz oyatdan bilyapmiz. Seni iymoning sus o'zi. Agar iymoning komil bo'lganda, bo'ldi men sami'ana va ata'na, eshitib itoat qildim. Mana shu islom dini bilan qo'limdan kelgancha yashayman. Men ana shu islom diniga qo'limdan kelgancha amal qilib yashayman deb turib aytgan bo'lardi. Va man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun deyapti mana Alloh taolo. Mustahkam iymoni bor bo'lgan qavmga hukmda Allohdan ko'ra go'zalroq kim bor? Ya'ni eng go'zal hukmli bo'lgan zot bu Alloh taolo.
Kimga? Mustahkam iymoni bor bo'lgan kishilarga. Alloh taolaning hukmidanki, mana bu yangi yilni qilishlik bu narsa harom, nishonlashlik harom, demak mumkin emas. Siz mana shu hukmga taslim bo'ling. Yig'ishtiring buni. Farzandlarni mana shu holatda tarbiya qilishlikdan ham yig'ishtiring. Mana bu yuqoridagi oyatning tafsirida Ibn Taymiy rahimahulloh gapirganlar. Ibn Taymiy rahimahullohning so'zini kitobning sohibi keltirgan ekan. Lekin biz asosiy kerak bo'lgan joyini dalil qilib aytib ketamiz. Va alam biling deydi. Alloh azza va jallaning kitobida kofir bo'lgan ummatlarga inson o'zini o'xshatishdan qaytarib bor. Va yana shu kofir bo'lgan kishilarning qissalarida ibrat bor, e'tibor bor, ibrat bor. Ana shu kofir insonlar qilgan narsani tashashlik kerak ekaniga ibratlar bor deydi. Tabiru ya ulil absor degan mana oyatlarda. Aql egalari pan-nasihat olinglar, pan-nasihat olinglar endi. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ularning qissalarida aqlli bo'lgan insonlarga ibratlar bor degan. Xullas mana bu oyatda kofirlarga biz ularga biror bir narsada o'xshab qolishimizdan qaytarish holatlari bo'lyapti. Buni yuqorida ham tashabbuh masalasida ham gapirgandik. Ya'ni ularga tamomiy endi hamma jihatdan o'xshamasligimiz kerak degan narsa yo'q. Lekin ularga xos bo'lgan, ularning an'anasi bo'lgan, ularga tegishli bo'lgan narsalarda biz ularga o'zimizni o'xshatmasligimiz kerak va ana shu narsalarni qilmasligimiz kerak. Endi hozirgi kundagi mana shu yangi yil masalasi kofirlarning ochiq ramzi. Detmaroz deb turib mana yuradi. Ochiq mana shu kofirlarning ramzi bu. Mana shu kofirlarda ochiq ramzi bo'lib turgan ularni mana shu yangi yilni yig'ishtirish kerak bo'ladi. Demak bu narsa harom, mana shu narsa harom ekaniga mana dalillarni olib kelgan. Xuddi shunaqa Navro'z ham xuddi shunaqa 8-mart ham kirib ketadi. Endi 7-dalil Alloh taolo aytadi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innalloha la yahdil qawmaz zolimin. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar yahud va nasoralarni do'st qilib olmanglar deydi Alloh taolo. Ular bir-biriga do'st. Sizlardan qaysi bir kishi ularni do'st qilib oladigan bo'lsa, albatta u ulardandir. Alloh subhanahu va taolo zolim bo'lgan qavmni hidoyat qilmaydi. Va fil hadhihi al-ayatil karima. Endi mana shu oyatning mana tafsirida ulamolar aytadiki, bu yerda mana olamlarni, ya'ni Alloh subhanahu va taolo kofirlarga do'stona munosabatda bo'layotgan kishilarni juda ham qattiq qaytaryapti. Juda ham qattiq qaytaryapti. Nimaga? Chunki va man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sizlardan qaysi bir kishi shu kofirlarni do'sti o'zi ham ana shulardan deyapti. O'zi ham kofir degani. Ibn Kasir rahimahulloh aytadi. Alloh tabaraka va taolo o'zini mo'min bo'lgan bandalarini yahud va nasoralarni do'st tutishdan qaytaradi. U yahud nasoralarki, ular islomning dushmanlari ular. Alloh taolo o'zi ularga qarshi jang e'lon qilgan. Ularga Alloh taolo o'zi ularning dushman ekanligini bayon qilgan. Keyin yana Alloh xabar berdiki, mana shu oyatda ular bir-biriga do'st deb turibdi. Ba'duhum awliya ba'd. Ular bir-biriga do'st. Keyin qattiq tahdid qildi Alloh taolo va va'id qildi. Kim mana shu do'stlik bilan shug'ullansa, ya'ni ular bilan do'st bo'ladigan bo'lsa, o'zi ham ana shulardan bir gram farqi qolmaydi. Xo'p, yana mana Abdulloh ibn Utbadan bir rivoyat kelgan. Abdulloh ibn Utba aytadi. Sizlar birlari o'zi sezmay qolgan holatda Yahudi yoki Nasroniy bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lsin. Yahudi yoki Nasroniy bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lsin. Yahudi yoki Nasroniy qanday bo'lishi mumkin? Ha, ularda biror bir shiorni qilib turib, Yahudi yoki Nasroniy bo'lib qolishi mumkin-da. Ana shu yuqoridagi oyatdan kelib chiqib turib aytgan. Va man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kim ularni do'st tutadigan bo'lsa, ulardandir degan. Aytdik o'tgan safargi darslarimizda. Masalan, hozir biror bir kishi cherkovdagi pop kiyimini, shapkasini, kiyimini kiyib oladigan bo'lsa, ha shunday odam ko'rib uni pop deb o'ylaydi, kofir deb o'ylaydi. Ha, haqiqatda kofir deb turib aytiladi bunday odamni. Xo'p, demak, mana shu joygacha 4 ta dalil mana zikr qildik. 4 ta dalil zikr qildik. Endi bu yerda mana 8-dalilga kelibmiz. Ya'ni Qur'ondan dalilni keltiradi. Buni ozmoz ko'proq gapirgan ekan. Mana shu joyda to'xtasak bo'lar ekan. O'zi aslida iloji boricha qisqaroq qilib gapirib ketishga harakat qilyapmiz. Ba'zi bir mavzularda ham, ya'ni o'rtada bergan ba'zi bir ulamolarning so'zlarini ham men tashab ketyapman. Yana ham qisqaroq qilishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh kelasi safar inshaalloh mana bu oyatlarni yana gapirib, bundan chiqib hadislarga kirib, inshaalloh undan ham chiqib ketishga harakat qilamiz. Vallohu alam. Subhanakallohumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.